Hurmatli G'arbistonda katta bo'lgan va haligacha o'sha yerda yashaydigan g'arib do'stim. To'g'ri, sizni manda ishingiz bor, lekin men sizga javob yozolmay qoldim. Bu uchun uzr so'rayman. Afsuski sizni yebangiz tutib qolganida va men sizni SMS-ingizni o'qib javob yozolmay qolganimda, lekin siz alo deganingizda, menda sizni buvingizga bo'lgan nafratim kuchayadi. Xuddiki siz alo desiz, men sizni gapingizni tez o'qiyman yoki menga alohida dan bildirishnoma keldi degan xabar kelmaydi. Sizdan iltimos, yebangizni menga takror qila ko'rmang. Bo'lmasa, onangizga nisbatan nafratim kuchini ko'rasiz. Короче, jigarlar, videoni boshidan qizib olgan bo'lsanglar, endi yanada qiziysizlar, ya'ni qaynab ketasizlar. Короче, jigarlar, biz o'zbek Minecrafterlarga har xil krita olib beramiz va buni sizlarga bugun obzor qilib ko'rsataman. Birinchi bo'lib, qani artefaktdan boshlaymiz. Qani go. Mana artefaktning original lechkalari va mana ularga короче, assalomu alaykum artefakt. Sizga kerak artefakt deb yozdim va ular termoyadro dinamikasi deb javob berdilar. Uni nimaligini men ham bilmayman, lekin tushunmayman, mayli короче. Keyin yozib yetib beramiz Frozen короче millionta G. Короче, mana ularga birinchi bo'lib chatingizda admin bering. Men spamman yozolmayapman deb yozdim. Va ular nimaga hozir deb yozdilar. Keyin esa qaysidir qo'ling singir spam berganda birovdan beri chiqmayapti deb yozdim. Va ular qanaqadir sigir tashladilar. Короче, keyin yozib yetib beramiz easy. Assalomu alaykum. 2 necha? Keyin yozib yetib Zayt boy. Snickers'imi? Alaykum assalom. Yo'q. Snickers'imi? Keyin yutib beramiz Enrixcha. Qani Enrixcha yozganlarimizni ko'ramiz. Assalomu alaykum. Qo'lisdan kelganini qiling, aql qayda xavfsizlikda ishlaydi, bormi qaytarib bera oladi. Mag'lubiyat hamishayam achinarli. Xo'sh, nima qilamiz? Albatta chopamiz-da.